Shu ko'rib turgan stilajda har bitta polkasi 200 kilodan yuk ko'taradi. Buni ko'rsatish uchun shunaqangi og'ir gruz qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ko'taradi, 200 kilodan oshig'ini ham ko'taryapti. Bo'yi 2 metr bo'ladi, uzunasiga ham 2 metr, eniga 60 santimetr bo'ladi. Общий 4 ta polka. Buni polkasini kamaytirib yoki qo'shtirsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi tishlari bo'ladi o'zini har bitta tishlariga. Bu degani bu polkalarni tepa past qilsangiz bo'ladi mana shu tishlariga ko'tarib. Misol uchun teparoq qo'yaman yoki bo'lmasam pastroqqa qo'yaman desangiz ham qo'yishingiz mumkin. Bu narsa nima beradi? Tor bo'lgan joylarda yoki balandligi cheklangan, balandligi past bo'lgan pomeshcheniyalarda bemalol ularga ham qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Chunki misol uchun mana shu tepasiga misol uchun narsa qo'yganingizda tegib qolsa, uni pastga tushirishingiz mumkin. Ko'proq mana shu trenddagi ranglardan foydalanib qilganmiz. Oranjiy yoki kombinatsiya qilib, buni boshqacha ranglari ham bor. Oq deysizmi yoki qora yoki bo'lmasa boshqa bir qiziqarli ranglarni bemalol qilib berishimiz mumkin. Ko'proq bu stilajlarimiz omborlarga, shunaqangi sklad yoki bo'lmasam ustaxonalarga yoki bo'lmasam oddiy o'zimizni uydagi podvallarga ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki podvallarda og'ir narsa, bankalar, shunaqangi kompot narsalar qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Razmerlarini standart bo'ladi. Misol uchun noodatiy standartdagi razmerlarda qilish kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda ham xuddi o'sha stilajimiz turibdi. Bemalol o'sha aytganimdek 200 kilodan oshiq yuk turibdi mana shu yerda o'zida ham. 250 kilo примерно yuk turibdi shu yerda. Bemalol yuk qo'ysangiz ko'taradigan bo'ladi. Buni 300 kilolik, 350 kilolik ko'taradigan ham bor. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, 200 kilo ko'taradiganimiz aynan shu stilajimiz. Shu turishi, shu razmerdagi esa 2 ming so'm bo'ladi. Misol uchun har bitta polkasi 300 kilo ko'tarsan desangiz, 300 kilo ko'taradiganlari 2 ming so'm bo'ladi. Xuddi shu razmerda bo'ladi, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ranglarini o'zgartirsangiz bemalol bo'ladi. Kimga shunaqangi ombor yoki bo'lmasam uyimizni oddiy uyimni kladovkasiga qo'yaman degan mijozlarimiz uchun ham zo'r variant bo'ladi. Ancha og'ir ko'tarishi zo'r, sifatli, qalin metallar ishlatganmiz. O'zlaring sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqangi stilajlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Cheklanmagan miqdorda, Xudo xolasa, chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.